Barchaga salom. Demak do'stlar, ushbu videoyimizda sizlar bilan TapChain Play to Earn degan telefon dasturimiz haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu ilovamizni ko'rinishi mana shu holatda, ya'ni Tipikon rasmi bor va bunda biz shunchaki nima desa bo'ladi, ekranga urish orqali, shunchaki ekranga bosib o'tirish orqali pul ishlashimiz mumkin bo'lgan dastur ekan. Xo'p, bu dasturga kiramiz. Demak, bu dasturimizda biz qancha pul ishlashimiz mumkinligi to'g'risida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Bu video kimlar uchundir foydali bo'ladi degan umiddaman. Demak, bu dasturda mana Tipikon ustiga bosadigan bo'lsanglar, yuqorida bizni balansimizga PTS yig'ilmoqda. Mana menda hozir 13.622 PTS bor va bu 3 sentga teng bo'lmoqda. Endilikda biz bu ishlagan pullarimizni chiqarish uchun pastda wallet degan bo'lim bor. Demak, withdraw deb yozib qo'yilgan. Ushbu joyga kiradigan bo'lsak, request withdraw tugmasini bosadigan bo'lsak, ushbu joyda biron bir kriptoni tanlaymiz. Masalan, Binance'ni tanlaymiz. Binance kriptovalyutasiga chiqarmoqchi bo'lsangiz, pastda yozib qo'yilgan Binance uchun kamida 600.000 PTS bo'lishi kerak, ya'ni 600k yozib qo'yilgan mana bu joyda. Va bu 600k'miz $1.2 teng bo'lar ekan. Demak, 500.000 PTS'imiz $1 teng bo'lar ekan. Endi biz ushbu 500.000 PTSni qancha vaqtda yig'ishimiz mumkinligi to'g'risida gaplashib o'tamiz. Ya'niki biz bir kunda qancha PTS ishlaymiz va bu necha pulga to'g'ri keladi. Xo'p, buni bilish uchun biz asosiy bo'limga o'tamiz va bizda energiya degani mavjud. Demak, 500 energiyamiz bor ekan. Biz ushbu Tipikon ustiga bosib, ushbu 500 energiyani tugatganimizdan so'ng 5 daqiqada, xullas har 5 daqiqada bizga 500 energiya beriladi. Bu degani siz to'xtab qolmaysiz. Har 5 daqiqada sizga 500 energiya, bu 500 energiya degani esa 500 PTS degani. Bu degani siz 10 daqiqada 1000 PTS ishlaysiz va 1 soatda siz 6000 PTS ishlaysiz. Demak, biz soatiga 6000 PTS ishlaydigan bo'lsak, demak bir boshdan boshlaymiz. 5 daqiqada qancha ishlayotgandik? 500 PTS ishlayotgan edik. Demak, 1 soatda 5 daqiqamiz nechta bor? Demak, 5 minut, 1 soatimiz 60 daqiqa bo'ladigan bo'lsa, buni bo'lamiz 5 daqiqaga. Demak, 12 marta ushbu 500 PTS'dan olishimiz mumkin ekan. Demak, barobarni bosamiz, ko'paytiramiz endi 500 PTSga. Ko'rib turganingizdek 6000 PTS soatiga ishlaymiz va biz buni ko'paytiramiz 24 soatga. Demak, 24 soat agar tinmasdan ishlaydigan bo'lsa, ya'ni avtoklikni qo'yib ishlaydigan tarzimizda ham biz bir sutkada 144.000 PTS ishlar ekanmiz. Ana endi buni ko'paytiramiz 5 kunga. Demak, biz 5 kun ishlaydigan bo'lsak 720 ishlar ekanmiz. Xo'p, endi buni 5 kun emas, agar 144.000 4 kun ishlaydigan bo'lsak 576.000, salkam 600.000ga yaqin PTS ishlar ekanmiz va bu $1.2 teng bo'ladi. Demak, biz 4 kunda $1 ko'proq pul ishlar ekanmiz. Bu degani kuniga 25 sent atrofida pul ishlashimiz mumkin ekan. Agar biz telefonimiz tinmasdan shunchaki mana bu yoniq turib 24 soat davomida mana shunday ustiga bosiladigan bo'lsa, bunda esa bizni telefonimiz charchaydi. Telefonimiz nima desa bo'ladi, eskiradi deyishimiz ham mumkin va biz boshqa ish bilan telefondan foydalana olmaymiz. Faqatgina shu ish bilan mashg'ul bo'lish kerak. Shuning uchun bu dasturimiz unchalik ham bu pul ishlashimiz uchun arzimaydi. Lekin haqiqatda pulni to'lab berar ekan, soxta emas, haqiqatdan pulni to'lab berar ekan. O'rganishim bo'yicha oldinlari bu dasturimiz hozir 500k'miz $1 bo'layotgan bo'lsa, oldin 100.000 PTS'imiz $1 teng bo'lgan ekan. Agar shu holatda bo'lganda siz bir kunda $1.5 pul ishlashingiz mumkin bo'lgan holat edi. Ana unda ishlasa bo'lardi, lekin hozirgi vaqtda juda ham kam to'lab beryapti. Shu sababli hozir vaqtimizni ketkazishimizga ham, telefonimizni charchatishimiz uchun ham bu dasturimiz arzimaydi. Shuning uchun bu dasturda ishlashni maslahat bermayman. Agar kimlardir ishlayotgan bo'lsa yoki ishlamoqchi bo'lsa, ushbu dasturimizdan foydalanmagan ma'qul. Bu dasturimizni shunchaki ustiga bosib o'chirib tashlaganingiz ma'qul.
Video kimlar uchundir foydali bo'lgan bo'lsa xursandman va keyingi videolarda yanada foydaliroq videolar tayyorlab chiqarishga harakat qilaman. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta videoga bitta like hamda kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.